Shoshma. Kitobda qanaqa informatsiya bormi? Onasidan aytsin, bu kitob faqat oxirida kechikib informatsiya bersa. Xatingga ham sani, mana shu klon keldi bizga, mana Chikko degan klon keldi. Xatingga ham sani bor. Yo-mayo, brat. Shoshma, buni o'qish kerak. Chikko klonlar boshlig'ini eng ishonganlardan biri. Demak, bu vashit klonlar boshlig'i emas ekan bu, ha? Tasavvur qiling, ey. Klonni boshlig'i bo'lmagan, klonni shuncha kuch, klonni boshlab olsa nima bo'lardi? Agarda bu klon bilan to'qnash kelsangiz, unga qadrli bo'lgan narsalarga zarar yetkazmang. Aks holda u sizni har doim ta'qib qiladi. Ana endi bu klon bizani har doim ta'qib qiladi. Nimaga? Kitob ertasiga yetmaydi, kelgandan risk yetmaydi, ha? Men tushunmayman. Mana buni qarang. Stop. Bu konvert emas bu. Bu Yo. Bu yana keladigan klonlarmi shunda? Demak, shunda atik 3 ta klon emas. Demak, klonlar ko'p. Voy! Bu degan tarkibda juda ko'p qism bo'ladi va biz xuddi mana shunaqangi million marta qiynalamiz. O'shasan, bir turishni qara. Buni qara. Mana 3 tagina-da, buni qara endi. Qancha ko'p. Qara, set yondi. O'zi aslida klon ketish kerak, to'g'rimi? Lekin bu safar bu bizga atel uyushtirgan bo'lishi mumkin. Set olib ketmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yoqqa mana buni yashirib qo'yaylik. Kitobni yashirib qo'yamiz-da. Ketdi, gamit qidiramiz. O, tashqaridan set yonibdi. Ana gamit aka, ana. O'qima qilasan, aytdim shu yerda deb. Gamit aka? Gamit aka. Olgan, bizga yaxmat qaratmayapti. Yaxshimisiz, Gamit aka? Stop. Voy, Yo'q. Ha? Yo'q. Suvni oz ekan, biladi. Suv ichida bekin olgan deb o'yladim. Bratam, nima bo'ldi sizga? Gamit aka nima bo'pti, bratam? Gamit aka, lekin bizda emas, ayb o'zingiz chiqdingiz. Da, hammasi amaliymi? Da, yaxshi. Ya, endi xafa bo'lgan bo'lsangiz, to'g'risini ayting. Bunaqa bo'lmaydi. Seriozno, o'zim chiqdi aka. Nima qildi, urdimi, nima bo'ldi? Gamit aka, yaxshimisiz, aniq? Da. Qani menga qarangchi oldi? Ozgina aniq. Ha, все. Ko'zlar joyida. Va do'stlar, nima bo'lgan taqdirda ham muhim va Darknet videoning yana bir qismini ko'rdinglar va bu videoning 5-qismi chiqishini xohlasanglar hoziroq 101 ming like va 20 mingta obuna kerak. Hoziroq bosinglar va Darknet 5 chiqadi. Let's go aktiviylar. Agarda videoni shu joygacha ham ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 3 sondan yozib qoldiring. Chunki bizda 3 million obunachiga erishdik. Mana bu yerda esa bizdan yana bir yangi videomizni ko'rishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha